Assalomu alaykum, meni muxlis podpисчиklarim. Ertalabdan ota-onadan duoni olib chiqib chiqarasizlar. Mana baza ishlayapti, xudo xolasa yangi yuklar kelgan. Oxiri yo'q, mana ko'ryapsizlar. Hamma model bor. Ustma-ustun bo'yatibman. Kommentga bo'lmas narsani yozmanglar. Unday odamlar hali betarbiya, ota-onasini tanimaydigan insonga o'xshaydi. Yaxshi insonlar yozmaydi, ota-onadan chiroyli tarbiya olgan odam, ota-onani yaxshi deb olgan odamlar, insonlar bildirib emas narsa yozmaydilar. O'ylab yozinglar. Hali kimdir o'ziga yaxshi bo'lib, o'ng'alib ketsa, o'zbeklar xarakteri chatadi. Yevropada ham hamma joyda parod qiladigan o'zbek bo'ladi. Hamma Yevropalarda bo'lganmiz, nuqul hamma joyda bir inqib qo'yadigan shu o'zimiz o'zbeklar. Bittasi yaxshi tushib ketsa birpasda ko'tini kovlab alayni og'darib, yo o'zi bo'lmaydi, yo o'zgaga bo'gizmaydi. Na bo'lmaylar. Shuncha bizni o'zbeklar aksariyati ko'karmaydi. Chiroyli kommentlar yozib, xursand bo'lib, narsalar yozsalar, sizlar ham shunaqa bo'lib yurasizlar. Biz ko'chadan topib olmaganmiz. Duolar qilganmiz, ota-onadan duoni olib, chiroyli istighfarlar yurtsalaring barakat bo'ladi insonlar. Yaxshi insonsizlar-ku. Faqat o'ylamay gapirib qo'yasizlar. Bu narsalar gapirmaydilar. Betarbiya, ota-onasini tanimaydigan, ko'chada bo'lib qolgan insonlar bir narsalar kommentlar yozadi. Yaxshi ota-onadan chiroyli tarbiya ko'rgan insonlar bunaqa bildirib bermasa narsa yozmaydi. Yaxshi insonlar yozmaydi. Telefon nomerim. Kelaverasizlar atrofga. Yaxshi inson bo'linglar. Yomon niyat qilib kimgadir masalan faqat ishlang orqaga ketadi xolos. Kelaverasizlar.